Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilik sanatoriylarni faqatgina tog' yonbag'rilarda deb o'ylaydi. Shahar markazidagi sanatoriyga nima deysiz? RDM klinikasi xuddi o'shanday sihatgohlarni tibbiy xizmatni bera oladigan darajadagi bo'limni ochib qo'yishibdi. Sizlar bilan hozir kirib buni hammasini tanishtirib chiqaman. Ungacha siz obuna va laykni bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozing. Ha, aytgancha 3 dona 500 ming so'mdagi voucher yutib olishingiz mumkin. Buni RDM klinikasida bemalol ishlatishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shartlar bilan tushuntiraman. Qani ketdik. O'rtoqlar, RDM klinikasining fizioterapiya bo'limiga kelyapmiz. Hozir Shamsiddin A'zamov degan vrachimiz bor. Bizni barcha fizioterapik assalomu alaykum. Shamsiddin aka, o'zlaringiz aytgan, mana shu mikrofon taqib qo'ying-da. Shamsiddin aka, fizioterapiya bo'limini to'xting, ovozingiz teparoqqa. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bizni YouTube'dagi obunachilarimizga fizioterapiyani to'liq tushuntirasiz degan umiddamiz. Fizioterapiyani demak bir chekkadan yoki bo'lmasa naridan bu yoqqa qarab kelsak ham bo'ladi. Farqi yo'q, bu yoqdan kelaveramiz o'zi. Tuzg'oridan boshlaylik. Tuzg'oridan saytiga stabilizatoringiz zo'r ekan. Ha, uziladi. Bu yer uziladi, to'xtang. What? Bro, what are you talking about, man? Uziladimi? Ha, chunki ishtonlarni baylayapsiz saytiga. Yo'q. Bo'ldi, gapiraveramiz. Saytiga ishton to'g'rilamang. Sizlarga ketamiz. Tak, mana tuzg'origa kelyapmiz. Aha. Xo'p. Bu yer Nima xususiyatlari bor? Takrorlaymiz. YouTube foydalanuvchilari uchun bo'ladigan bo'lsa, bu tuzg'ori bizda hammasi tabiiy tuzlardan, mineral tuzlardan foydalangan. Даже mana bu oyog'imiz tagidagi tuzlar ham haqiqiy, bunaqa soxtani emas. Bizda asosiy afzalligi boshqa tuzg'orlardan, qolgan tuzg'orlarda misol uchun changitib, odamni ustiga narsalar tushib, qo'qib, adyol yopib, eskicha unaqa yo'q. Bizda indikatorimiz bor, to'g'rida olib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha indikatorimiz nechta odam kirganini ro'yxatga olib, skaner qiladi. Skaner qilgandan keyin har bitta odamni o'zini kasalligiga qarab moslab bu yerda tanlanadi. Misol uchun yuqori nafas yo'llari yoki teri kasalliklari yoki sog'lom bolalar degan rejimlari bor. Bolajonlar ham tushsa bo'ladi. Dozani shunga qarab beradi o'zi. Bizda bemorlarga qulaylik sifatida konditsioner, televizor ular qilganmiz. Endi eng zamonaviy oxirgi ulardan foydalanganmiz. Bu anaqasi mana bunaqa qilib qo'ysak, endi odatda mana shu holatda kiriladi. Ko'zga приятный, yoqimli qilib. Bu asosan yuqori nafas yo'llarida, astmatik bemorlarda, terida dog'i bor bemorlarimizda o'sha asosan tuzimiz yodga hozir biz o'zimizda yod moddasi bilan beriladi-ku. Endi yodga keladigan bo'lsak, bu yerda hozir yodxonamiz bor. Yodxonamizni ham ko'rsataman sizga. Keng saytiga yodxonani ko'raylik bo'lsa, ikkalasini umumiy qilib o'tamiz-da. Xo'p. Mana bu gidro bu yerda hozir bemorlar chiqibdi-da, mana ishlab turgan. Gidro ionizator, ya'ni yod xonamiz. Bu yerda yodni havoga tarqatish orqali, ya'ni nafas yo'llariga agar olayotgan bo'lsangiz, mana shunaqangi parlaydi. Ko'rinyaptimi parlari? Mana o'zi mana o'qiganingizda qo'llar ham nam bo'lib qoladi. Par ko'rinishida yodni yetkazib beradi organizmga. O'rtaga yod quyiladi demak. Ha, bu yoqda yod turadi. O'sha yod o'zini tabiiy anaqasi bilan nafas yo'llaridan kiradi. Biz endi dengiz bo'yida yashamaymiz. Dengiz produktlari yemaymiz. Hozir ayollarda ayniqsa o'sha zo'b kasalligi va qalqonsimon bez kasalliklar juda rivojlangan. O'sha yod yetishmovchiligi tufayli bizda o'zimizda tuz bilan beriladi-ku yod. Bu tabiiy. Har xil dorilar, ulardan ko'ra o'sha ular amaliyotda juda foydali. Bular teng bo'li jahon standartlaridan, Yevropa standartlaridan o'tgan. Buni qandaydir dozasi bor, misol uchun bir kunda bir marta yoki buni o'zi endi holatga qarab biz o'zimiz mutaxassislar bor. Bemorlarimizda bir xil bemorlar bor, yod umuman mumkin emas ular. Bu unaqa bemorlarimiz. Biz bu oldin ko'riladi, o'zini davolovchi shifokor tavsiya qilgandagina biz qo'ya olamiz bu xonaga. Momentalniy effekt. Mana misol uchun bugun obedga tushganlar уже
kechqurunga ertasi kuni aytadi-da, nafas. men maza qilib uxladim. Uyquning o'zida dam bo'ladi-da. Juda ko'pchilik o'tirsa ham esnab o'tirishadi. Bemorlar. Kommentariyada belgilab keting, xuddi mana shu yod xonasida lecheniya olganlar, ya'ni davo shifosini olganlar bormi? Va haqiqatan shunaqa sezganmisiz? Yod bo'yicha bilganlar, bilmaganlarga o'zini fikringizni yozib keting. Xo'p. Bu yerda suxoy tortadigan apparatimiz. Rastiyashka. Rastiyashka bu quruq tortadi. Bemorlar asosan bel grijasi bilan bemorlarga bo'yin grijasida tortadigan apparatlari bor. Undan tashqari eng oxirgi fizioterapiya apparatlarimiz olib kelganmiz. Bularda elektroforez, Nugabest, parafin, uvuchi hammasi bor. Hammasi bitta joyda, ya'ni Bu ham shifokor tavsiyasi bilan. Bular hamma shifokor, misol uchun tizzasi og'rigan bo'lishi mumkin, travmatologlar yotqizadi yoki oyog'i og'rigan bemorlar. Bunga o'zi doktor tavsiya beradi, mana shu dorilar qilsak bo'ladi deb. Bu ham hammasi doktor tavsiyasi bilan. Magnitoterapiya. Magnitoterapiya bemor yo'qmi? Bemor yo'qmi? Kasal bor ekan. Xullas tushuntiravering. Bu yerda ozon terapiya, magnit terapiya va parafin. Parafinimiz отдельно, uni hidi chiqmaydi. Kompaktni o'zi elektr parafin. Parafinni endi payda, bo'g'imlarda kasallarga borlarga juda ko'p travmatologlar ishlatishadi. Magnitimiz bo'lganda mana bu asosan revmatoid, poliartritlarga mana bo'g'im og'riydi-ku, masalan, havo yomon bo'lsa singan bilaman deydi. O'shanda magnitning poli o'zgarganini hisobiga-da, bu o'shani lechebnisi deb tushuntirsak tushunarli bo'ladi. Girdobli dush deb. Bu yerda bemor hozir chiqqan ekanda, bu yerda ham o'sha suv bo'lib turibdi. Bu girdobli dush massaj. Ya'ni bemor yotadi, bu apparatimizni o'zi massaj qilib, ya'ni tabiiy miorelaksant, paylarni bo'shashtirib, organizm tayyorlagandan keyin mana bu apparatimiz bilan o'sha kerakli tochkalarga beriladi. Undan tashqari bizda mana Bolgariyadan kelgan balchig'imiz ham bor. Balchiq terapiya qilinadi. Buni shunday chiqarib olib qo'ysangiz bo'ladi endi. Mana buni sostavlari ham hammasi ham bu o'tgan. Ana kallasini olib qo'ying, qo'lga tushadi. Bunimiz chiroyliroq qilib olinadi buni. Bu mana ko'ryapsizmi? Sostavlar unisini endi yaqinlashtirib olsangiz, bu to'g'ridan-to'g'ri Bolgariyadagi botqoqlik bor. O'sha yerdan olib keltirib qilinadi. Buni endi asosiy fishkasi, ya'ni huzur joyi. Buni tushgandan keyin odamni ustidan yuvib tashlash shart emas. Ya'ni o'sha bilan borib yotib ozgina dam olinadi. Bu keyin o'zi sekin qurib to'kilgandan keyin yo'q, hidi yo'q. Absolyutno. Bemorlarimiz o'sha bemorlar tushgan, ko'rishgan joyi hid masalasi. Yo'q, hidi yo'q. Bu vannalarimiz relax har bitta bemordan keyin o'zini mana anaqasi bor. Suv orqali tozalab, artib tozalanadi. Har bitta bemordan keyin endi gigiyena anosi masalasida ham shu anaqa. Xullas relax xohlaydiganlar bemor marhamat. Bunimiz ham suv ostida dush massaji. Bunda boyaginda odamni aniq bir tochkalariga dedik-ku, individualniy bo'lsa, bunda umumiy massaj qiluvchi mana yonidan chiqqan mana jakuziga o'xshagan. Bu uradi shunaqa. Bu detskiyimiz. Yosh bolalarni ham bu qanday kasalliklarga afzal? Shamsin aka. Bu yerda endi bu xronический усталость, oyoqlarda uyushish, bijirlash, boyagi kasalliklarida, undan tashqari massaj spazmi bor kasalliklarda, bo'g'im og'riqlari yoki qo'llarda qaqshash bo'ladi, o'shalarda juda effekti bor. Tushunarli. Keyin statsionarga alohida narx, ko'chadan kelganlarga alohida narx, qanday statsionarga nimadir chegirma bormi? Albatta, bizda statsionarda yotganlar uchun. Statsionarda yotgan bemorlar uchun chegirmalarimiz mavjud, 50% ga. Ko'chadan keladiganlarga, endi misol uchun podvodniy bu вытяжение, suv ostida tortadigan, shu Yevropa standarti, o'zi standartdan o'tgan tortishlardan bittasi mana shu bo'lsa, churralarga. Bu disk churrasida birinchi o'rinda qilinadi. Bemorlar misol uchun 10 ta tushirsangiz, 10 talasini ham fikri ertasi kuni maza qildim deb aytadi. Bu o'zi odam yuravergan sayr asta purjinaga o'xshab ezilib unaqa bo'lib qoladi. Bu tortib qo'yadi ekanda, bir tortirib qo'yib, yana bir tortirib keladi. Bir tortirib ket. O'sha kelib tortirib ketsangiz bo'ladi. Muolajaxonamiz bor.
Tak, muolajaxonasi 24 ga 7 ishlaydi. Ha, kechasi ham ishlaydi. Bu yerda asallari, asal bochka. Kedr bochkasi. Ha, mana asalli bochkamiz. Bu bochkaga birinchi bu yoqda dushimiz bor. Yuvib oladi ozgina, oldin yuvib oladi, terilar poralarini ochirib, yelkadan asal suriladi, ichkarida o'tiradi. Temperaturamizdan ko'rib turiladi. 60-70 gradusga yetgandan keyin boyaga asal o'zi oqib tushadi. Faqat maza qilish uchun-da, u juda bosh chiqib turadi, hech qanaqa diskomfort bo'lmaydi. Diskomfort Badan qiziydi faqat. Yo'q, har bitta bemordan keyin zublarni tozalab, qizlar. Qanday kasalliklarga? Bu asosan shamollashlarga, shamollashlarda ham qanaqasi desam, shu charchoq bilan keladigan kasallar bor-da o'zi. Bilib turasiz-da, o'zi hozir men yetib keldim deydi. Yo'tali borlarga mumkin masalan, yo'tal darajasiga yetib qoladi. Yo'q, bo'ladi. Balg'am ko'chirish nimasi bor-a? Adhar kuch. Keyin yana dush qabul qilib. Ha, bu infrakrasniy xonamiz. Bu o'zi, bu o'zini infrakrasniy nuri bilan teriga 1-2 millimetrgacha singadi-da, sovuq ter orqali haydaydi. Bu yerda ichkariga kirib o'tiriladi. Temperatur. Mana sochchag'ini bilan qo'yib qo'ygan. Sovuq ter orqali ham o'sha qizil bo'lib yonadi. Bu endi ajdaniyasi bo'lsa kerak-da. Mana uni ko'targandan keyin yonadi. Bunda bitta protivopokazaniyamiz bor sudurga kasalligiga. Gap mumkin emas. Mumkin emas. Allo. Chiqyapman. Mineral. Hop, odam bor ekan. Odam bor ekan, nimaligini aytib o'tding? Mineral vanna? Mana. Serovodorod. Shundaymi? Yo'q, bu yoqda mana oltin gurt vannasi, mineral vanna. Odamlar bu uchun har doim tog'ning nari tomoniga, Namanganga yoki vodiyga borib, Oltiariqqa bu mineral vannalarga tushganmiz degan. Hozir tushishadi juda ko'pchilik va bo'g'im kasalliklarida zo'r. Shunday. Kasal ayniqsa onaxon, otaxonlar oyog'im og'riyapti, o'sha qarshaqdan ukol ola olmayman, bez bo'lib ketgan deydi-yu. Eshitganman. Bitta tushadilar, ertasi Bu uchun vodiyga borib dam olib keladiganlardan Chortoqqa borib dam olib keladiganlar eshitganman. Shaharda ichida bor-a? Shunday. Gulistonda ham Gulistonda o'zida yetarli. serovodorod bor. Faqat tog' yo'qda. Bitta tog'i yo'q. Bu ega apparatimiz. Bu ham deyarli Gulistonda bitta desak ham bo'ladi. Bu apparatimizni ham standart bo'yicha ishlaymiz. Versiyasi mana bu. Versiyasi yangi. Yo'q, buni versiyasida emas. Buni tushirish tartibida bizda отдельно xona qilingan. Oynalarida ham ko'rayotgan bo'lsangiz qoraytirilgan, svet o'chadi, bola uxlagan holatda tushadi. Tinchlik pakoyda. Bizda misol uchun 5 minut, 6 minut tushirib chiqarib yuboradigan narsa yo'q. Eng kami yarim soat. Bu haqiqatan tinchlanib 6 ta, 7 ta kasal ko'raylik-ku, lekin sifatli bo'lsin. Tushunarli. Xo'p, bu yoqda Umarbek degan ukamiz bor. Kishishni расширение degan narsa bor, ichaklar tozalaydigan narsa. Shlaklarni yuvadigan, qabziyat bilan yuradigan bemorlar bor. 2-3 kunda bir chiqadiganlar. Qo'rqadi, misol uchun, borsam hozir deydi. Og'riydi. Doktorga, nonga borishga misol uchun. Ular kelishadi, o'zlari ko'radi, mana o'zi kelyapti. Men shuni eshitganman, odam ves ham tashlaydi. Ves tashlaydi. Ha, buni o'sha shlak ketganda ves tashlaydi. Buni buni tartibi qanaqa? Assalomu alaykum. Umarbek, yaxshimisiz? Qalay? Kishishni расширение bu ko'rsatgan. Bitta ikkita o'zi hijoma ham qiladi bu yigit. Ichak yuvadigan Umarbek. Anaqa nasatkalar, nasatka ko'rsating nasatka masalasini. Da, demak, anaraziy har bitta bejizga alohida nasatka ishlatiladi. Bu apparatimiz. Tushunarli. Bu o'sha ichakka sun'iy ravishda давление yig'adi-da sayt aka. Keyin chiqib ketadi. Mana o'sha ko'rib turibsiz, Jamshid aka shuni olgan. Mana shu joydan uni oq shishali turibdi-yu. O'sha yerdan chiqib ketadi. O'zi prямо kasal ham o'zi yengillikni his qiladi-da birinchi protseduradan keyin. Ham vqadash, ham isqadash. Sira suv kirib, bu yerdan chiqib ketaveradi. Bu vakuumli massaj shekli. Bu massajlar. O'rtoqlar, video boshida aytib o'tgan voucher masalasiga keladigan bo'lsak, bilasiz, RDM klinikasi 24 yildan beri xalq xizmatidagi xususiy klinikadir. Ushbu videoning tagida RDM klinikasi haqida yozilgan eng yaxshi 3 ta kommentariy egasiga har biriga 500 so'mlik voucherni mendan qabul qilib olasiz. Bu voucherdan siz kelib RDM klinikasini tibbiy xizmatlariga foydalansangiz bo'ladi. Endi yana bir savol.
Bundan keyin qaysi bo'limni sizga to'liq obzorini qilib beraylik, uni ham kommentariyada yozib keting. Like bosing, sheriklaringizga ulashing. Bosamiz o'rtoqlar. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman.